bemorimiz burundan erkin nafas ola olmaslik, doimiy ravishda burun bitishi va 9 yil davomida burun ochuvchi spreylardan muntazam ravishda foydalanib kelganlar. Tekshirib ko'rganimizda, demak, chig'anoqlardagi gipertrofiya aniqlandi va chap yuqori jag' bo'shliqlarida yod jism innerodiya aniqlandi. Hozir bemorimizda nafas yo'llarini ochamiz va yod jismdan bartaraf qilib beramiz. Operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Nafas yo'llarini ochdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Chig'anoqlar korreksiya qilindi. Xo'p, bu tomonda osteometral kompleks ochib qo'ydik. Chap tomonlari, demak, vazotomiya qilib, burun to'siqlarni to'g'rilib, xo'p, mana bu yerda yuqori jag' bo'shlig'ini, tabiiy yo'lni kengaytirib qo'ydik va zamburug'dan xalos qildik. Xudo xolasa bemorimiz endi inshaalloh spreylardan foydalanmaydilar.